Bugun o'sha mashhur trenddagi kurasan bulochkalaridan tayyorlab ko'rmoqchiman. Avval iliq sutga shakar, droji, sariq yog' va tuxumni solib, yaxshilab aralashtiramiz. Keyin unni qo'shib, yumshoqroq xamir qoramiz. Xamirlarimizni ikkiga bo'lib olamiz. Ozroq qismiga kakao qo'shamiz 2 qoshiq. Har ikkala xamirni ozgina zaytun yog'i bilan yumshatib, quyosh taftida yaxshilab oshirib olamiz. Tayyor bo'lgan xamirlarimizdan bulochkalarimizni yasashni boshlaymiz. Katta xamir ustiga qop-qora kakao xamirni qo'yib, birga yoyamiz va bo'laklarga bo'lamiz. Ichiga sifatli Kent firmasining shokoladli pastalardan solib, yana bir qismiga esa tabiiy Pure Milk'ning tvaroglaridan tvarogli nachinka tayyorlab, ularni solib, so'ng bulochkalarimizni chiroyli qilib o'rab, ustiga esa tuxum surtamizda qizigan pechda taxminan yarim soat pishiramiz. Va mana chiroyli, yumshoq, mazali kurasanlarimiz tayyor. Muzdek Pure Milk'ning suti bilan esa yanada mazali. Birinchi urinishimga yomon emas-a? Zakaz olsammikin, nima deysizlar?